Assalomu alaykum hammaga. Biza navbatdagi ko'mak qilib turgan xonadonimizga keldik. Bu xonadonimiz Shavotda, Maxtumqulida ekan. Tozabog' ko'chasi 49-uyga keldik. Bu xonadonimiz bizlarga bir 15 kun oldin murojaat etdi. Bugun bitirib topshirdi. Bu xonadonimizga 41 milyon 200 ming so'm pul chiqdi. Hammaga o'zlarimizdan bo'ldi. Bu xonadonimizga 160 tane batareya gitti. 30 metr 32 ne 30 metr 32lik 80 metr 25lik turbamız gitti. 40 metr 20'likimiz gitti. Bu xonadonimizga 11 yere batareya qo'yganmiz. Endi shunday tabiiyni zamonaviy batareyalardan avoy bo'lgan joy ekan. Qo'ldan kelgancha akkuratni etib ishladik. Kime shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Shu videoni ko'rgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, like bilan podpiskalaringizni qo'yinglar. Bu uyimizdagi birinchi, ikkinchi, bu yoqda yana uchinchi tochkasi bor. Endi bu yerda meni 2 dona batareyasi bor edi. Avoy bo'lgan joylarni qo'ldan kelgancha akkuratni etib ishlaymiz. Avoy uchun bolalarimiz отдельный bor. Bu yerda meni bir batareyamiz bor. Kuxniyadan bir batareyamiz var, banisinden ham yana bir batareyamiz bor. Kime shuningdek atobleniyalik xizmatlari kerak bo'lsa, nomerlarga bog'lanaverasizlar. Endi sizlarga o'zlarimiz ishlab chiqarib turgan teploshovod kotyolni ham ko'rsatib o'taman hozir. Bu yerda ayol kishilari bor, bu yerdan bir batareyasi bor. Bu yerda yana oxirgi tochkamiz yana. Oxirgi tochkamiz ham normalniy qizib turibdi. Aga şu bataryanı uçaverasizmi oxirgi bataryanı? Yine bu yoqimizda meni oxirgi tochka. Turbamiz joyini quchoqlab o'tdi. Bir inshoq divorlarida o'tmadi. Qolgan hamma divorlarda turba o'tdi vaqtni. Endi sizlarga o'zlarimizni kotyolni ko'rsatib o'tsam, Xudo xolasa kotyolimizni, atobleniyamizni hammamiz bir yilgacha garantiya. Endi kotyolimiz ham ishlash jarayoni 60 gradusda turibdi. 60 gradusda. Yine mo'ri bilan podachi почти bir xil vazifani bajarib turibdi. Mo'ri ham o'zini narsasida ishlab turibdi, podachi ham o'zini gradusida ishlab turibdi yana. Yana bu kotyolimiz yonishi yana. Shunday tabiiyni chiroyli bo'lib yonib turaveradi. Shuni bilan bu uydagi ishlarimiz ham o'z yakuniga yetdi. Xudo xolasa, kim shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarga bog'lanaveradi. Ham yurtlarimiz ishdan keyindan suv kelib turibdi deb aytadi. Suv bu ispariniya bo'lsa, ispariniya havoga qaraydi. Havo sovuq bo'lsa ispariniya bo'ladi. Unga bizning aloqamiz yo'q. Kotyol ya yoriq ya do'shik emas. Shuning uchun orqayin netavinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.